Hamshirlar 6-bob. Aybulahada Dilraba doktorxonaga yetib qopti. Xabaringiz bormi? Dedi Sumayya telefonni ilibla. Sumayya yana bir maktabda o'qiydigan qizchaq edi. U qizning namozlari joyida, ahkomlarga rioya qiladigan o'zi o'maqqina qiz edi. Texi birinchilikda o'qiyotdi. Nim bo'lib, tex oldin kunlar yinimni saq ketgan-ku, qaysi doktorxonaga jiddiylashib so'radi Aybulaq. Havo armiya uchun doktorxonasiga. Shu yer maktabga yaqinroq o'xshaydi. Nim bo'lgan men bilmadim. Boy ahvol so'ray deb yonfoniga uchur qilsam shundoq deydi. Yo'qlab berman desam, unda qilmang, o'tnim qalay, hech qaysinglar kamanglar, bir necha kunlik kerak qilasizlar deydi. Telefonni qo'yib, Aybulaqning ko'ngli bir yomonlikni tuyg'andek bir qismil bo'lib qoldi. U qizga zor nim bo'lgandi. Uning bilan oilasilar to'g'riliq tuzuklarga parangiz baxmabdi ekanman. Uydagilar qandoqroqdi? Nima sababdan doktorxonaga kirib qolgandi? Nimasi kamanglar degandi. Mushundaq xiyollar bilan bir haftami hash-pash degicha o'tib ketdi. U bu arliqda kunda degidek Dilrabaga uchur qilib ahvol so'rab o'tirdi. Telefon qilsa, Dilraba doim tezini besib o'tadi va hada absididi kechiring deb qaytaradi. Juma kechda Aybulaq shanba kuni uni ko'rgil barsi bo'ldigan bo'lmaydiganligini so'rab uchur qildi. Buludi hada amis atisini saqlayman deb qaytardi Dilraba. Aybulaq maktab oldidan meva-cheva setib oldi. Dilraba uchun sahar turib atgan tuxum chaqqan suyuqashni qachchiq elib, yog'liq bilan tangdi. Uni o'qib berish uchun Qur'onni sumkasiga soldi-da, doktorxonaga yurib ketdi. U yotoqqa kiribla hayron qoldi. Dilrabaning qo'li teng'oqliq. Necha kun ichida juda kichikina bo'lib qolgan edi. "Nim bo'lding singlim?" dedi Aybulaq salomdan kelib jiddiylashib. "O'ltiring ada, deb kelsam gap to'la." Dilraba ko'zlariga yosh ilib Arni biroz jimjitlik bosdi. Birdandan keyin Dilraba yig'lab turib so'zni boshladi. "Men o'rangandan buyon ota-onam izchil noyat qorishib kelyotdi. Har ta'til uyga qaytsam, majburiy yog'ilg'imni oldiraydi. Ta'tildan qaytashimda poyezdga chiqib chegib olaman. Xijil bo'g'inimdan ham uyimdagilarning yomon gapini qilsam qanday bo'ldi deb o'ylaganimdan bo'lsa kerak, sak bu vaqt so'zlashni xohlamaydim," dedi o'ksib turib. Keyin ular bag'onsira qattiqlashib ketdi. Doim tonish bilishlarning bu shart o'qigan bolalardan men to'g'riliq uchun egallab turdi ekan. Bilamsiz, tog'am oblast terrorlik qarshi turish guruhining boshlig'i. Uning boshlig'i mening yog'liq chekib sirt yurganimni bir qatim ko'rib qopdi-ku. Tog'amni chaqirtib, agar sen bu xizmatni davomli ishlar desang, singlimning ov nimani og'izvat debdi. Men uyga berib bir necha kundan keyin yog'liq chekganimni ko'rib, ortiq gap qilmabdi-ku. Shanba kuni sizning yaningizdan qaytib, maktabga kelsam, yotoq binosining oldida turdi. Bu yerga xizmat bilan kelibdi-ku, maqdab qo'ymaydi, maktabga izlab kelibdi. Uni ko'rib sal qo'rqdim. Shunaqdimi oldiga berib chiroyli salom qildim. Lekin u salomga javob qaytarmaylar. Qochdim birni urdi. U esa deb gapini davomlashira olmay qoldi. Aybulaq sumkasidan qog'ozdan chiqarib, uni usundi. "Aka, nim bo'ldi, so'ramsan deb to'lab ketdim. Ko'zlarimdan yoshlar to'kilib ketdi. U bo'lsa, sarandek bishimlik yog'lig'imni tortqishlaydi. Men nima qilyapsa, qo'limni tortib yulqinatdim. Oxir yog'lig'im uning qo'liga chiqib qoldi. Boshlarimni alqonlarim bilan to'sdim. To'sib o'lgurgil bulamdi. Uning mushtipiklari bosh ko'zim yig'ishqa boshladi. Üstüne okusun deb əvətsək, dur, müşündaq ropashdak yürüyülüb ata-anan yüz kilələmsə, yəni müştaq kiyəmsən digine, yəni kiyəmsən deb. Nədin kelgen gayretdikin, özümü tutuolamayla onun tuğulab gitipti mən. Ura, urup, öldürüb, bilip qoy, men nimi qılasaqmı mən yəni müş imanım bilan türmə, sənlərdən qoğup qaymayma, deb tuğulab getdim. Atrafımızı bala yığılıp ketken idi. Şu ardaylık Anvar kelib, tağam tutuvağamı boldu. Lekin tağam onu mishtirvatdi. Qo'limni ching tutibdi-ku, qo'lim qo'yat deb bir yo'l qo'nsam, qo'ldan chiqib ketdim. Lekin santirilib bag'am peti yo'lning qarag'ili yiqilib tushdim. Belgim g'irs qanday qildi-yu, butun badnimga bir og'riq tarab ketdi. Qarsam qo'limni yerdagi bir toshning qiri ozroq kesitibdi-ku, bulduqlab qon yiqotdi. Nimishkin, qonni ko'ribli ko'z oldim qorong'ushib ketgandek bo'ldi. Bir chog'da ko'zimni ochsam, mush doktorxonada yetibdim-a. Belkim sinibdi. Doktor menda og'ir darajadagi qonozlik kesili bor deydi. Ya'ni yurak qon yetishmaydi-ku. Yurak klapanini birni qisibdi demdi, ishqab jihli gap.
Şun bir neçə gün doktorxana yatsa deydi. Doktorning deyishi bekchiq narsani o'ylab o'zini bek bisin qo'yibdiman. Mendagi kasalning shu bisim bilan aloqasi bor ekan. Tog'am necha kundan beri xizmatini tashlab meni beqib turgandi. Bugun ozroq chiqib, sirtga chiqib ketdi. Shunisizni kelan degandim. Ish qilib, og'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Alloh bir yerdan bandisiga chiqish yo'li berdi ekan. Og'rib qolganning banisida men uyimdagilarmi tog'amga qattiq quruq gapni qilmadi. Oybuloq nima deyishni bilolmay turib qoldi. Uning ko'zlaridami yosh lag'illab qolgan edi. Tova, nima shundoq bo'ladi? Yig'i yondan balo qarindoshdan degan shu ishganda, bizlar jamiyatdan, yot odamlardan yomonlik ko'rmay turibla, ota-onamizning bisimlariga uchrayapmiz. Biz rostli yomon ish qildikmi? Nimani xato qildik? Faqat Alloh buyurgan bir farzni ado qilaylik dedik-ku. Faqatla namozimizni o'qiylik, avratimizni yo'gaylik dedik-ku. Nimish urug' tuqqanlarimiz bizga bundoq muomala qildigandi? U o'ylagan sari bearam bo'ladi. Qalbini bir nima yeb ketayotgandek his qiladi. Albatta, bu savolga ko'p qism o'qirmanlarimiz ota-onamiz siz uchun yaxshi bo'lsin deydi, deyish turganli gap. Ota-onalarimizmi izchil shundaqla javob berib kelyotdi. Lekin rostli shundaqmidi? Acaba ota-ona bo'lg'uchi qizining faqatli bu dunyoda xizmat qilib, chiroyli kiyinishni baxt deb bilib, uning oxiratda nima kun ko'rishini o'ylashmamdi? Acaba qizining uchiq kiyimlarini kiyib, sirtqa mang'inini ko'rganda, qizimning uchiq yerlari qiyomat kuni o'tib kuysa, qanday qiynalib ketar degan o'ylab, bir yerlar puchlanmamgandi. Hada, tog'am kelib qalamkin deb ansirab qo'ydim-a. Dedi Dilraba soatga qarab qo'yib. Ajab sizni qo'g'lagandek ish qildim-a? Kechiring. Yo'qay, ish yo'q. Men sizga yana gap deb bermay. Lekin singlim, faqat birli so'zim. Iymoningizni qat'iy cho'ntiring. Sinalmay turib mu'min bo'lolmaysizlar, mu'min bo'lmay turib jannat kirmaysizlar degan hadisni yodingizda ching tuting. Biz sinalmasak, tek o'zimizning iymondan gumonlansak bo'ladi. Alloh hamon o'zining yaqin bandalarini sinaydi. Mustahkam bo'ling, qat'iy bo'ling. Oybuloq Dilrabaning yenidan shundoq ko'ngilsiz qaytdi. Tova, qiziq ish desa, ota-onalar qo'llaydigan, "Balam, Alloh sana rahmat qilsin, ko'ngling insof bersin, namoz o'qi" deydiganlarning bolalari bir vaqt namozga yaqin kelmaydi. Namoz o'qigan bo'lsang, tutqudan chiqaytaman deydiganlarning bolalari mana shundoq. Hamma farzlarni o'rindayman, Allohni haqiqiy rozi qilgudek mu'min bo'laman deydi. Buning sababi nimadi? Sababi zoti nimadi? Yataqqa qaytib kelgan chog'da peshin namozning vaqti bo'lib qolgan edi. U yataqda kichikina bir parcha yerni maxsus namoz o'qigan yer qilib olgan edi. Yataqdashri bu o'rni uning bo'lib bergan edi. U tahoratini yangilab, jaynamozga chiqdi. Ichidan bir xil piyg'am etilib turadi. O'zining ota-onasini, ayni chog'da dadasining uning degan so'zlarini o'ylashga boshladi. Hozir dadasi qanday o'ylaydi ekan? Hozirmi dindan xiroyin yaxshi. Xiroyin cheksam, doktorxonaga olib tashatqizatdim. Kallani bu zahar bilan zaharlab kepsam, amsini qanday davoltiman deb o'ylamdi ekan. Yoki bo'pti nima qilsang qil, baribir sen gap o'tkazamidim demdigandi. Nima degan baxtli oila edi. Mushundaqla tugishib ketarmizmi? Bilan bir chog'da bo'ldi, menmi bu dunyoda balliq bo'lmabdi ekanman deb qolay. Biroqla ketishib ketsak, el jamoatning oldida satma tura, teshimizni chandirishmayli. Sizlarmi meni dadanglarning hisobini chiqaridinglar demdigandi. Yo'q, u cho'qim ochiqda deyilgan gap. Dadam bizga shunchalik amroq tursa, olqinimni pulab cho'nqilan qizlarim, malikalarim, parishlarim deydigan tursa. Oybuloq qo'llarini namozga ko'tardi. Duoda o'ksib yig'ladi. Ota-onasiga, urug' tuqqanlarga duo qildi. Dilrabaga, Fotimaga, Dilnurga, Sumayyaga, o'zdek ahvolda qolgan barliq qizlarga duo qildi. Toki yataqdashlari sirtdan qaytib kelganda, ondan yoshlarini surtdi. U o'ltirib, oldin qaytim apsa yuzib davomlashirilgan xatning oxirini yozmoqchi bo'ldi. Qadrlik opa, bu qaytim qish ta'tildan qaytgan savoqdoshlarim uydan jiq narsani olib kelibdi. Halima degan qiz ta'tilni qanday o'tkazganligini, opasining o'ziga yangi kiyim olib berganliklarini, opasi bilan kechalari quchoqlashib birga uxlaganligini, ishqilib hamma ishini shundoq yo'q-yo'q bilan so'zlab ketganda, ko'zim yosh kelib ketdi. Xuddi qasdan mening ichimni ichtirg'il degandek his qilib, ichimda mana tillab ketdim. U qizga opasi yog'liq jaynamoz ip beribdi. U yana xatini davomlashira olmadi. Tarablab oqqan yoshlari qog'oz yuzini o'l qilibdi. 2 yil bo'ldi. Uyga qaytib boqmag'li. O'tgan yil yozlik ta'tilda bu mo'minlar bilan birga Urumchida o'tkazgan. Otam kelib, qarab turiblar qaytib ketishdi.
ular bilan hozir xuddi yot odamdek bo'lib qolgan edi. U endi bu umrda ona mehriga, ota mehriga qolmay qolarmi? Ota-onasini yana bir qatim mehr bilan dada, opa deb quchoqlay olmasmi? Dilrabamu karvat yetib, oybuloq o'xshash xiyollarni qilyotdi. Oldingi kuni tag'isi maktabga berib, muallimim bilan ko'rishman deyotdi. Rostli shunday qilganmidi? Maktabda uningdan boshqa o'rindan saboqtish yo'q. Dastlabda muallimi uningdan nimish bunday kiyinganligini so'raganda, u bu bizning milliy urf-odatimiz deb javob bergan edi. Ammo burun bunday kiyinmagan-ku deganda, burun kichikdim, endi mushunday kiyingan ishimni yetdim. Endi bunday kiyinsam, ota-onam xafa bo'ldi. Mening ota-onam bak mutaassib debli gapni tugatgan edi. Agar tag'si rostli berib, o'qitqichlik desa, faqat uningla emas, mushi shaharda o'qiyotgan, o'rangan namozxon hamshirlarning hammasi avorchilik uchrashi mumkin. Buningda u hamshirlarga qanday yuz kelalaydi? U karotini avaylab tushdi. Tozliq uyga kirib, tahorat oldi va chapinini yerga silib, namozga o'tirdi. Ey ulug' Alloh, sen albatta yaxshi ko'rgan bandalaringni bakrak sinaysan. Ayni chog'da ashoblar beshig' biror sinoq kelmasa, bizning iymonimiz Allohga yormog'ini o'xshaydi, bo'lmasa bizga nimish sinoqlar tushmaydi deb yig'ilishar ekan. Sen bugun sinoqdan iborat bu ne'matingni menga berding. Ey ulug' Alloh, menga sabrni bersang, mush imtihondan to'liq umr bilan o'tishga nasib qilsang ekan deb tilayman ey Rabbim. Ota-onam meni baxtdi. Tishim yo'qida chaynab yegizdi. So'zlayolmaganimda menga til bo'ldi. Menisi bilmaganda menga put bo'ldi. Og'rirsam davolatdi. Ko'zimdan tomchi yosh oqsa, uni livi bilan quritdi. Ularni hidoyat qilgan ey Alloh. Ey ulug' Alloh. Sen farzandning ota-ona uchun qilgan duosini ijobat qilsang-ku. Mana 2 yil bo'lay dedi. Har sajda ular uchun duo qilib turman ey Alloh. Duoyimni ijobat qilsang. Sen bandaning sana umid bilan sunilgan qo'llarini quruq qaytirmaysan ey Alloh. Tog'amni, hammalarimni hidoyat qilgin. Men hech qaysi tuqqunimning do'zax o'tida kuyishni xohlamayman ey Alloh. Tog'amning menga qilganlarini mag'firat qil. Tog'am bilmaydi. U bilmaslikdan qildi. Uni mag'firat qil ey Alloh. Uni mag'firat qil. Ko'z yoshlari yipi uzilgan marjondek Dilrabaning mag'zini bo'ylab sirg'amoqda edi. Nurlari o'fishdan titraydi. Shu orada xuddi bir qara degandek beshini ko'tarib eshik tarafga qaradi. Tag'isi eshikning yonida eshik yo'langini turardi. Tag'isini ko'rib, Dilraba darhol joyimizni yig'ishtirib o'rnidan turdi. "Nima yotmay turib olding?" dedi tag'isi yumshoqroq talaffuzda. Dilraba javob qaytarmay karto'q berib yotdi. Va tag'isiga dumisini qilib o'rilib oldi. "Sen tamoqqa kelding. Tura cho'churga amroqding-ku?" "Yemayman." "Ishmiyalar ormonda degan cho'churmush ekan-ku." Tag'isining pozitsiyasi bugun o'zgarib qolganda qiladi. "Men ormonsiz o'zim ichira bo'ldi. Bugun maktab berib, muallimim bilan ko'rishib, bila tamoq yeb keldim. Tunugun deyishib qo'ygan to'q", dedi tag'isi oshni qochiq ustig'ash. "Nima?" Dilraba darhol o'rilib tag'isiga qaradi. "Nima deyishding?" "Nima deyishatdin? Shu sen yolg'iz bo'lmaydi, bu degan urf odat emas, diniy e'tiqod. Oliy maktab o'quvchilari diniy e'tiqod qilib bo'lmaydi, buni bilmamsan" dedim. Dilrabaning yuragi jig'ildab ketdi. "Tova, ma'u ishni ko'ring. U endi qanday qiladi? Uning do'stlarimi ovorchilik uchrarmi? U yana maktab o'qiy oladimi?" Dilraba xayollarining oxirini chiqishga jur'at qila olmadi. "Obdan qilsan tag'a, bek yaxshi qilsan. Mening singlimni maktabni haydatinglar desam bo'lmamdi? Mudirini izlabsan tayinliq." Dilraba o'ziga mushunchalik jur'atning nerdan kelayotganligini bilmaydi. "Qaqshma bo'ldi. O'qituvchining gapini anglag'ing yo'qmi?" "Yo'q." "O'qituvching mundaq dedi, qara", dedi tag'isi qo'lidagi tomoqni Dilrabaga sunib etib. "Dilraba dars yaxshi, axloqim yaxshi. Men bu o'quvchimga bak amroq. Men oliy maktabda o'qiyotgan chig'imda xristian bo'lgan. Uyimdagilar bilib qilib, meni shunchalik to'sgan. Lekin men ular to'sgan sari e'tiqodimda texim cho'ngib ketgan. Ota-onam butparast edi. Ular mening e'tiqodimni zorli qabul qilmaydi. Shun ular menga bisim qilaverdi. Oxir uydagilar bilan bo'lgan munosabatim yirtishib ketdi. Bu mening uyinishimga cho'ng ta'sir yetkazdi." Dilrabaning kiyinishning urf odat emas, balki diniy e'tiqod tufaylidan ekanligini men burunli bilgan. Lekin hozir biz uni bundoq kiyinmaysan desak, uning nisbatan aks ta'sir bo'lishi mumkin.
o'g'inishi, hatto uning psixikasiga ta'sir qilishi, uning qalbida bir umr saqlaydigan yara qoldirilib qo'yishi mumkin. Shunga eng yaxshisi o'zining barbara o'ylanib, talishib qo'yib berganlar tuzuk. Bo'libmi bu e'tiqodga kelganda, hargiz bir kimni zo'rlab yondirg'u bo'lmaydi, deydi. Dilraba tog'asining gaplarini anglab, dong etib turib qoldi. Subhanalloh, subhanalloh, Allohu akbar. La havla va la quvvata illa billah. Insonga tas ish Allohga oson. Allohning qudrati, rahmati nima degan kam. Allohning menga bundoq yordam qilishini men o'ylab bilalamdim. Allah haqiqatan inson o'ylab baxmagan yerdan mo'jiz ko'rsatgan. Allah nima degan ulug'. Uning yoshlari taranglab eqib boshladi. Allah sizga cheksiz hamdlar bo'lsin. Sizlar qudrat egasi. Mana buni Allah mo'jiz ko'rsamdi da'vatqalar olsin. Allah duoni ijobat qilamdi da'vatqalar olsin. Allah bansiya mana shundoq yordam qiladi. Sen shu muallimning ikki og'iz gapini anglabla ta'sirlab inib kelgansa, dedi bir chaq Dilraba yoshlarni surtib. Sen unchalik gaplarga ermaysan asli. Bo'ldi jiq gap qilmay tomog'ini yegina so'rib ketdi. Ya Allah, qiymaga mayni nimandaq soldig'andi? Sal so'slar ustiga maylar qetib chiqayotgan. Allohning qudrati nima degan ulug'a? Tex atdiganda tog'asining o'qituvchisini izlashidan o'zining emas, boshqa hamshirlarning tasbihini qilishini ansirgan edi. Allohning shundoq osonla hamma mushkulni u o'ylamagan yerdan hal qilishini u o'ylabma baxmagandi. Biror narsani kam bo'lsa-degin, men ma'g'ucha kam narsani ib beray. Qon to'liqlaydigan dorilarni jiqroq ib beray. Tomoqni vaqti deya. Uydagilar pul atamdi, menda jiqroq avasin. Tomoqni obdaya. Haras, muallima seni siyosiy ishlar chetilib qolsin, unda qilsa bevosita qonun organlari surishtirdi, maktabga menga ish deb berdi. Namozni o'qib, kiyimini kiyib jim yursin deydi juma. Dilraba gap qilmay, qo'lidagi cho'churni ichib o'ltirdi. Turibdi tog'asining bundoq o'zgarib qolganiga bir tarafdan hayron bo'lsa, bir tarafdan qalbida Allohga hamd aytadi. Kech tarafda Dilraba bu xush xabarni oldirab uchur bilan Oybuloqqa va Faridaga yetkazdi. Lekin Faridaning kelgan uchur uning kunduzdagi xushalligini nalargadir uchirbatdi. Hada, sizning uchuringizni ko'rib haqiqatan xushal bo'ldim. Allah mushkulingizni oson qilsin. Men o'rlib yurgandim buyon o'g'il do'stim mendan bir xil yiroqlab ketdi. Dastlabda mayli, men Allah rizoligi uchun ayrildim. Allah menga cho'qim uningdan yaxshisini berdi deb o'yladim. Lekin bir necha kun o'tib uningsiz yashay olmaydiganligimni his qildim. Shunga o'ramaslikni qaror qildim. Meni kechiringlar. Meni endi avval qilmanglar.